Bir yarim yil oldin sahrim bor edi. Hozir Allohga shukr sahrim yo'q. Samarqand oblast Chelak shahridanman. Mana shuki 1,5 yil bo'ldi, mana operatsiya bo'lganman, Xudoga shukr. Yaxshiman juda. Mana hozir insulin olmayman. Mana bu oyoq, qo'lim qaqshab og'ridi. Bular hammasi to'xtagan. Oyoq varikozida bular joy-joyiga keldi. Mana jigarni, yurakni yog' bosgan. Bular hammasi joy-joyiga qaytib keldi. Men 17, 18 bu yoqqa kelganimda 17 bilan keldim. Berdi. Hozir o'lchasiz necha chiqyapti sahringiz? Men sahrim 4 2. Zo'r natija. Mana 3 kun bo'ldi sahrimamisiga ham bordim. Shu yerdagilar ham yaqinda o'lchab 4 chiqdi. Zo'r. Yaxshimi? O'zi necha yil bo'lgan bu kasallik bilganingizga? 7 yil, 8 yil yil. yurgansiz. Ha, 7 yil, 8 yil anaqadan. Boya juda qiynaldim. Nima deganda 20 metr yursam ham to'xtab qolardim. Boya oyoq qo'l o'xshab ishdan kelsam qaqshab og'rirdi. Keyin mana bu hojatga borish tezda juda ko'maram. Boya 1 litr suvlarni bir ko'tarib chiqib qo'yardim. Yoqqa so'shardim. Bu Chunki jig'ildon yonardi-da. ha, bunda issiq suvga bu bosmasdi. Iloji bo'lsa yoqqa xolodilnikda suv olshardim. Lekin mana Allohga shukr hammasidan qutulib ketdi. Juda xursandman. Men hozir o'zimni ayolimni ham singlimni ham yoqqa olib kelganman. Ya'ni operatsiya yolg'on bo'lganda olib kelmasdinglar. Yo'q. Mana shu o'zimni ayolimni mana olib kelib, mana hozir operatsiyasi bo'lyapti. Mana operatsiyaga kirganiga 1 soatdan oshdi. Endi Xudo xolasa hozir 1,5 soatlarda chiqib qoladi. Xudo xolasa. To'g'ri. Samarqandda qandli diabeti bor bemorlar ko'p. Ularga nima deysiz agar hozir ko'rayotgan bo'lsa? Endi men nima deyman, agar sog'lik o'ziga kerak bo'lsa, endi bu sahr juda yomon kasallik. Albatta. Endi kelib turib mana shu sihat klinikasiga kelib, endi operatsiya o'zi uchun, sog'lik uchun operatsiya qilsa juda haligi o'ziga katta yordam beradi. Sahrdan qutulib ketadi. Bu og'riqlardan qutulib ketadi. Do'stlar, sizlarda ham qandli diabet bor bo'lsa, bizga murojaat eting. Sihat klinikasi 3,5 yil mobaynida qandli diabet 2-tipini davosi borligini isbotlab kelyapti va bemorlar soni 3000 dan ortdi. 3000 dan ortdi degani bu xalqlar do'stlik saroyi to'ldi degani. Shuncha bemor shifo topish u yerda. Siz ham shifo topishingiz mumkin. Buning uchun quyidagi raqamga qo'ng'iroq qiling va bepul maslahatlar oling.